Salom do'stlar, sizlar bilan bugun men Kakash va bugun biz parkour sivilizatsiyasida yana yashab qolishga harakat qilamiz. Yeplib bo'lmasa qani bo'lmasa ketdik. Xo'sh, o'tgan qismda bilsanglar agar sal bo'lsa ham o'rtaroq qismigacha borgandim. Hozir yana boshdan paydo bo'lib qoldim. Xo'sh, damlamalar sal kamroq qolibdi. 8 daqiqa, 2 daqiqaga yetadi. Xo'sh, men hozir ancha bo'lib professional bo'ldim. Mana, hop. Yo'q, qarashman. Professional bo'lmayapman. Lekin har qalay parkour sivilizatsiyasi men uchun emasligini bildim. Menga qanaqadir bir sherik bo'lganda edi. Xo'sh, qani bor mahoratim bilan sakraymiz. Va sakraymiz. Buni oldik. Qani bo'lmasa ketdik. Oldim bir amalab. Qoldi qilishimga. Asta o'tamiz. Juda ham ehtiyotkorona. O'lishimga sal qoldi. Eng qiyin joyga keldik. Bu joy juda ham tanlovli bo'ladi lekin. Tavakkal sakrang. O'lmadim. Voy! Endi o'tayotgandim-ku. Lekin men ana pastdan qaragan paytda ana joylarni dinamit joylashuvini ko'rdim. Ana endi men aniq qayoqda o'tishni bilaman. Agar shunday yiqilib bo'lmasa, to'xta. Oldinga qanaqada bu yerda lava yo'q edi-ku. Menimcha bu yoqdan qochmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak. Voy, nimaga o'laveraman. Bu parkour aniq men uchun emasligi aniq. Endi amin bo'ldim. Sakrab o'tishim kerak men. Xo'sh. Meni eshityapsanmi? U hozirchalik javob bermayapti negadir. Bu yoqdan o'tishim juda ham qiyin ekan. Ayniqsa yomg'irda hech nimani ko'rmayapman. Men aniqrog'i tushunib oldim bu parkurdan qana o'tishni. Bir oldinga, bir orqaga sakrab bossalaring, menimcha yaxshi bo'ladi. Xo'sh, bu yoqqa sakradim. Sakraymiz. Va so'nggisi mashaq edi. Sakraymiz. O'tib oldim. Ko'zimni toliqtirib mana bu yomg'irlar, hech nimani ko'rmayapman. Bir amallab yetib olaydi ishqib. Sakraymiz. Checkpoint yo'qmi bu yoqda? Qanaqadir yo'q. Yetib kelgandim ha. Mayli. Quloqlarimiz bir. Meni kallamga zo'r g'oya keldi. Agar men tungacha parkurdan o'tolmasam, o'sha yoqda checkpoint qo'yib qo'yaman. Qani bo'lmasa ketdik. Agar men hozir u yoqqacha yetib olsam edi, yaxshi bo'lardi. Agar checkpoint qo'ysam, men o'lsam ham kelgan joyimdan davom etib ketaman. Yo'q, bu yoqdan ham hech esimdan chiqib ketdi. Yana bitta. Yotoq o'g'il bo'ldi. Mayli. Bu parkurdan men qanday bo'lmasam o'tishim kerak.
Damlamalar ham kamayapti. Nimaga sakrashni bilmaymanmi? Damlamalar borgan sari kamayapti. Meni ko'proq o'lishimdan ham ko'proq mana shu damlama kamayishi. Qachongacha bu shunday bo'ladi-ya? Meni o'zi nega bu parkurga tashlashgan? Tavakkal qildik, nimaga? Xo'sh. Qani bo'lmasa yana urinib ko'ramiz. Bu safar juda ham qattiq kirishaman. Har narsaga e'tiborli ravishda o'taman. Men bu parkurdan qachondir albatta o'taman. Lekin men ham o'lishlarim jonga tegdi. Har o'lganimda har joyim titrab ketadi. Bu parkurdan men albatta o'tishim kerak. Hattoki bu parkurni qurgan odamlar ham hamma narsani hisoblab chiqqan. Hozir shu yoqdan sakrasam ham o'laman. Sal nojo'ya harakat va mening o'limim bilan tugaydi. Bu parkur sivilizatsiyasini kim qurgan bo'lsa ham juda ham yaxshi qilib qurgan deb ayta olaman men. Bu yoqlarda qanaqadir joy. Ana u eshik. Men ana shu yoqqa yetib borishim kerak menimcha. Bir amallab yetib olaydi. Ortiq orqaga qaytishni xohlamayman. Chunki men qancha narsalarni boshimdan kechirdim. Bu yoqda qanaqa joy? Mana bu. Yo'q, nimaga? Men yana o'lib qoldim. Men qayerdaman? Nega men yana bu yoqqa aqldan xos mashida o'lmaganmidim? Ha? Kim meni bu yoqqa otib qo'ydi? Men seni shoqqa olib kelib qo'ydim. Nimaga? Yordam berish uchun-da. Gapir. Yo'q, nimaga yana men o'lib qoldim? Men yana nega bu yerda paydo bo'ldim? Qo'limda yana quyon damlamasi. Nima qilyapsan sen? Sen kimsan? Nimalar bo'layotganini kimdir tushuntirib beradimi? Mayli, farqi yo'q. O'zim sakrab o'tib ketaveraman. Lekin ehtiyot bo'lishim kerak. Va men bu yoqqa yetib oldim birinchi marta. Men shu yoqqacha keldim. O'zim ham ezilib ketdim. Bu yoqda checkpoint yo'qmi? Moda. Mayli, uning uchun tun bo'lish kerak. Bu qanaqadir asliqalar, yaltiroq olmalar. Mayli, olaverakchi. Balkim foydasi tegib qolar. Nega bu yoqda hamma narsa ikkita solingan? Hayronman. Xo'sh. Hech kim yo'q-ku bu yoqda. Mana yoqda checkpoint bor ekan. Lekin hali tun bo'lgani yo'q. Nima? Nimaga men o'lib qoldim?
Men shunchaki sen bilan hazillashgandim. Ha, mayli. Oh, qani, ko'ramizda hazilingni. O, ana endi yaxshi aslahalar. To'xta, yaltiroq olma bor ekan. Xo'sh, qani, bunda yana bir marta uchib ko'ramiz. Xo'sh, qani bo'lmasa. Anaqa qo'nishim kerak ekan. O'sha tarafga. Yetib oldim. Sandiqda qanaqadir bloklar. Bir stak olmasdan sal bo'lsa ham menga yetadi o'tgan. Bu qanaqa joy? Obunachilar, bu qanaqa joy bo'ldi yana? Qanaqadir parkurli joy. Ha, mayli, yana o'tib ko'rishga harakat qilaman. Shunchasini epladimmi, bundan keyin ham eplayman. To'xta. Bu menga bunaqa narsalar berildi. Menga demak blok kerak emas. Negadir, lekin blok qo'yib qo'yibdi-ku. Voy! Yana o'lmay qoldim. Men nahotki parkurdan qochdim. Bu narsalar nima? Men parkurdan qochdim. Xo'sh. Bu yoqdan zudlikda ketish kerak. Lekin bu yoqdan faqat ketadigan joy u yoqda-ku. Menimcha bu yoqdan faqat chiqib ketadigan joy u yoqda. Lekin men hozir qaytib borsam, obunachilar, men qochdim bu yoqdan. Lekin endi men qayoqqa keta olaman? Xo'sh, men nima qilsam bo'ladi? Agar hozir o'lmasang, bu yoqdan chiqib keta olmaysan. Ha, mayli. Endi qochgan